Hammaga salom, sizlar bilan Albek Player. Bugungi videoda qishlog'imizda qal'alar jangi qilamiz. Bunga qal'alar ichi har xil tuzoqlar bo'ladi va biza kimniki qiyin, kimniki yaxshiligi haqida bellashamiz. Sizlar bo'lsa video boshlanishidan avval kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yinglar va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Kimniki yaxshi chiqsa, o'sha yutadi. Shunday qilib biza boshladik. Va shunday qilib kreativga ham o'tib olaylik, to'g'rimi Musto? Mana mani ukam. To'g'ri. Endi bo'lsa, qaysi qilib tanlaysan o'zingga? Qanisi? Olmosni tanlang. Qara, mana yerdagi bo'sh joyga quramiz. Mana shu yerga bo'sh joy bor. Aka, mana sizlar orqasiga ketma. Mana shu yerga quramiz. Sen ushlab turibsiz, ko'rsat. mana buni. Esa uzoqqa bor. Yo, sen mana shu yerga bordi. Mana bu mashrita. Faqat mashrita bor. Endi qurishni boshlaymiz. Qarash yo'q bir-biriga. Ichida yoqsin. Birinchi poydevor qurib olish kerak. Shunday qilib ko'rib turganlaringizda birinchi qismi bitta. Endi bo'lsa to'g'ri tepaga qarab shu poli bitta. Hozircha ustoq kiymaman oldimga. Birinchi xonam balandligi mana shunday bo'ladi va shunday qilib qurishda davom etamiz. Birinchi qavatda. Birinchi qavat mana shunday qilib tayyor. Endi bo'lsa tuzoqlar qo'yib chiqamiz. Eshik mana shu yerda bo'ladi. Birinchi xonani labirint qilmoqchiman, chunki labirintdan o'tish qiyinroq. Mana birinchi qavatda labirint ham tayyor. Endi bo'lsa mana bu yerdan chiqish yo'lchasi qilib qo'yamiz. Endi bo'lsa mana yerdan zina ketadi. Keyin bo'lsa hali bu yer tugamaydi, lekin parkur labirint. Chunki bu faqat birinchi qismicha edi. Mana bu tepasini yopib chiqamiz. Va mana bu ikkinchi qavat. Bu labirint ikkinchi qismi bo'ladi va mana shu yerga ham labirint bilan to'ldiramizda, oxiri mana shu yer bilan qilib birinchi qavatda to'ldiramiz. Va labirintning ikkinchi qismi ham tayyor. Endi bo'lsa mana shu zinaga ulab ikkinchi qavatga o'tamiz. Va birinchi qavat polni bitdi. Shunday qilib endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Ukam yaxshi quryapti deb o'ylayman. Ikkinchi qavat bu parkur bo'ladi albatta. Parkur qurishni boshladik va parkurni mana bunday qilib qo'yaman. Bitta pog'ona tepaga chiqib ketish kerak va yon tarafga ham sakrash kerak. Va hamma parkurlar tayyor. Endi bo'lsa bitta joyga zinachi ham qo'yib qo'yish kerak, boshqa qavatlarga ko'tarilish uchun. Endi bo'lsa ikkinchi qavatni yopib chiqamiz. Va endi tomini yopib qo'ysak bo'ldi. Va chiqish yo'lini qilib qo'yamiz. 100% tayyor meniki. Va biroz sovg'a solib qo'yamiz. Yo'q, hali tayyor emas. Tayyor bo'ldi. Avval Mustafa mana bu qarong'iga ko'rish damlamalarini o'zing ola olasanmi? Olganmisan? Ko'ppalar ol. Kerak bo'lsa sandiqqa solib qo'y. Ko'ppalar kerak bo'ladi bizga damlamalar. Yo'q, ikkita ham emas. 5 ta ol. Shu xohlaguncha, lekin ko'proq olish kerak. Chunki o'tolmay ham qolishi mumkin. Qara, o'zing uchun o'zing damlama ol bo'ladimi? Men o'zim uchun 5 talab damlama oldim. Endi bo'lsa obunachilarga qal'ani uzoqdan ko'rsataman. Va mana ukamniki, mana meniki. Ha, endi survival rejimni o'tamiz. Mustafa. Mana bu qayta tirilayotgan joyini qo'yib qo'y mana shu yerlarga. Qaraganim yo'q. Ustoq qayta tirilayotgan joyini mana shu yerga qo'yib qo'y. Uxlatiz. Ma qo'ydim yana bitta.
Bo'lma uxlayapman. Sanim qo'yib spam point. Uxladingmi? Tayyor bo'lib. Spam pointni olmaymiz ha bo'ldimi? Men bo'lsa survivalga qo'yaman. Va shuna qilib survivalga o'tib oldik. Ha. Ha. Endi bo'lsa bitta kirib olaydi. Kiraveram. Birinchi sankidani. Nima ucha olsam? Faqat parkour. Va o'tamiz parkour chadam. Yo, oson parkour. Mana tuya. Wow. Mana shu hammasi menga ham olmos bo'ladi. Oson-ku. Ha mayli. Sandig'ingga turib tursin. Bo'l. Bilmem. Sen hozir sandig'ingga turib tursin. Ha bo'l. Hozir sen sandig'ingga turib tursin da mana. Men pastga tushaman. Ha mayli, pastdan tushamiz, farqi yo'q. To'xta. Va shuna qilib mustonsa olsin ekan. Qalas. Men o'tolmaysan. Qayta quyonchada nima senga xalaq beradi. Qani bu bo'lsa labirint. Labirintni yomon ko'rishingni bilasizmi? Ha, endi ukam orqasidan boramiz. Ha, boshi berk yo'l. Ha, endi yerga bor ekan. Ko'ramiz. Mankida o'tish qiyin, ustozsan o'tolmaysan. O'tish mumkin labirintdan. Yana berk yo'l. Tasha ham ko'rmading ham Mustafa, oldidan o'tib ketding ha. Sen hozir qayergasan? Oldidan o'tib ketding lekin. Oldidan o'tib ketding boya. Chiqish yo'li qoldik. Bu chiqish yo'li emas Mustafa. Labirintda chiqish yo'li. Va topib oldik ham ha. Chiqaylik-da, bu bo'lsa labirint ikkinchi qismi. Mazza qilamiz. Ha, men labirintni o'ta olmaysan, chunki bu qiyin, lekin o'tish mumkin. Agar men kreativga bo'lsam, bemalol o'tgan bo'lardim. Topdi. Qanveyni ikkinchi qavatga chiqdim. Parkour men yaxshi ko'rganim. To'xtaman. Orada yurib o'tib Sakrash kerak. Shuna qilib ukam telefon zaryadi o'chib qoldi bexosdan. Shuning uchun parkourdan o'zimiz o'tamizda ukamni kutib turamiz. Lekin men boya o'ta oldim parkourdan. Mana shuna qilib endi oson ketadi. Men parkourni yaxshi ko'raman. Parkour videolarim bor. Va shuna qilib ukam tashqariga chiqib oladi. Mana ukamni qasri tashqarida shunday ko'rinadi. Nechday narsalar, bu bo'lsa qishloq polni ko'rinib o'tiribdi. Endi kirsinchi ukam serverga kutib turaylikchi. Va nihoyat ukam kirdi serverga ko'rganlarida. kirdi deb o'rgandim. Steve bo'lib qolganda. Usto osongi parkourdan o'tish, Mustafa mashriq kuzatib turamiz.
va oz qoldi. Bu parkur. Men parkurlar yaxshi ko'raman. Hozir pastga tushib ketdi. Bu men ishni qo'yaman mana. Pastga tushmadi yaxshi. Mana sovg'ang. Necha osongina joylar. Mana hammasi taniki. Necha kame. Endi bor o'zim sovg'alarni olib kelishim kerak ekan. Shunday qilib bolalar, bugungi videomiz tugadi. Shu videoga like bosib kanalga obuna bo'lib ketinglar-da. Kommentariyada kimni binosi qiyin va yaxshi chiqqanini ham yozib ketinglar. Eng ko'p ovoz yiqqan bino o'sha yutadi. Menikimi yo Mustafa ukamnikimi? Va shu binolar jangini ikkinchi qismi ham chiqishini xohlasanglar, shu videoga like bosib kanalga obuna bo'lib ketinglar. Shu videoni ikkinchi qismi 50 ta obunachi bo'lsa chiqadi va ikkinchi qismida bundan ham katta bino quramiz. To'g'rimi Mustafa? Yarimta jonim qoldi. Hammaga xayr. Bugungi videomiz tugadi.